Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Kasallikni hamma birinchi dorivor o'tlar, dorilar, har xil ximiya dorilar, operatsiya va hokazolar bilan tuzatish mumkin deb o'ylash tushunchasi odamlarda shakllanib qolgan. Bunga endi ma'lum sabablar bor. Uni YouTube kanalida bir kun daskanalni tushuntirib beraman. Kasallikni hech qanaqa dorivorsiz tuzatish mumkin. Eng oson, birinchi oson yo'lini bittasi nafasni to'liq chiqazib, qancha mumkin 5 sekund, 10 sekund, 15, 20, 30 sekund kim qancha ushlab turolsa, nafasni chiqazib, nafas olmasdan turish kerak. 5 marta. 2 marta ertalab kechqurun 2 mahal qilgan odam o'zini ancha muncha darddan xalos qiladi. Ko'p dard, juda ham ko'p darddan xalos qiladi. Nafasni to'liq chiqarish kerak. Lekin oxirgi daqiqagacha emas, o'ziga tanaga og'irlik tushmagan holda nafasni olishni boshlaysiz. 2-3 marta nafasni olib yana ushlaysiz. Mana shunaqa hech bo'lmaganda 5 mahal. 5 marta. 2 mahal ertalab kechqurun. Salomat bo'linglar. Allohim dardlaringizga shifo bersin. Hech kim kasal bo'lmasin. Amin.